بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah subhanahu va taolo o'zi yuborgan nabiylarning barchasiga ularning Haq taolaning tanlab olgan payg'ambari ekanligini tasdiqlovchi mo'jizalarni bergan. Har nabiyning o'z mo'jizasi bor. Alloh taolo qay bir nabiyga mo'jiza bersa, o'sha nabiyning qavmi yashab turgan vaqti va xalqning ichida tarqalib qolgan tushunchani odatdan tashqari tarzda boshqalarni ojiz qo'yadigan tarzdagi mo'jizani nabiyga hujjat qilib bergan. Misol uchun Musa alayhissalomning kelgan qavmi sehrgarlikka berilgan edi. Sehr qilish avj olgan edi. Jamiyatda sehrgarlar yuqori o'rinda turar edi. Hamma ularga tan berar edi. Alloh taolo Musa alayhissalomga ularning sehridan ustun narsani berdi. Asolarini yerga tashlaganda ajdarho bo'lib, sehrlarni hammasini yutdi. Va birinchi bo'lib sehrgarlar u kishini oyog'iga o'zini tashlab iymon keltirishdi. Boshqa nabiylarga ham xuddi shunga o'xshagan o'z davrini munosib mo'jizasini Alloh taolo bergan. Isa alayhissalomga Alloh taolo bergan mo'jizalar haqida so'z ketar ekan. Ba'zi bir taraflar İsa alayhissalom davrlarida tib ilmi rivojlangan edi. Odamlarni davolash ishlarida katta yutuqlarga erishilgan edi. Shuning uchun Alloh taolo ana shu holatga mos mo'jizalarni bergan deyshadi. Ularning bu fikrni aytishlariga İsa alayhissalomni ubriul akmaha va uhil mauta kabi gaplarni aytganlari. Pes kasalini, onadan ko'r holda tug'ilgan odamlarni davolash ishlarini Isa alayhissalom o'zlari aytganlar, qilganlar. O'likni tiriltirishni ham Alloh taolo u kishiga mo'jiza qilib bergan. Mana shu pes kasalini davolash, ko'rni onadan ko'r tug'ilsa ham davolab ko'zi ochiq holga keltirish, o'lib qolgan odamni tiriltirish ma'nolarini tibga oid ishlar degan gumon bilan Isa alayhissalomning davrida tib ilmi rivojlangan edi, shunga munosib mo'jizalar berilgan deyishadi. Lekin aslida diqqat bilan o'rganib ko'rilsa, unda emas ekan. Isa alayhissalomning davrlarida tib rivojlanmagan ekan. Balki odamlar moddaparast bo'lgan ekanlar. Ko'rganini, ushaganini, qo'liga tutganiga iymon keltirar ekan, ko'zimga ko'rinmaganga ishonmayman deb turaverar ekan. Ilohiy qudrat, Allohning kuchi va shunga o'xshagan haqiqatlarga ularda iymon yo'q ekan. Hammasi moddaparast ekan. Ana o'sha moddaparastlikni yo'q qilib, bu gap moddada emas, balki hamma narsa Allohning qudratiga bog'liq ekanligini isbot qilish uchun Alloh taolo Isa alayhissalomga bir qancha mo'jizalarni bergan ekan. Nabiy bo'lishlaridan keyingi berilgan mo'jizalar emas, balki u zotni dunyoga kelishini ham mo'jiza qilib qo'ygan Alloh taolo. Va boshqa bir qancha
mo'jizalarni hali u zot nabiy bo'lmasdan turib o'zlarini shaxsida mo'jiza qilib qo'ygan Alloh taolo. Iso alayhissalomni homila shaklida paydo bo'lishini ham Alloh mo'jiza qildi. Odatda homila paydo bo'lishi uchun ota-ona nikoh qurib, oila qurib yashashi kerak. Keyin ulardan bola paydo bo'ladi. Bu qoidani Alloh taolo o'zi yer yuzida joriy qilib qo'ygan. Odamni yangi bir jonni vujudga kelishi uchun ota-onani sababchi qilib qo'ygan. Ular qo'shilsa, qo'shilganda ham Alloh bersagina homila paydo bo'ladi. Bo'lmasa er-xotin 10 yil, 15 yil yashasa ham bola bo'lmasligi ham bor. Endi bokira qiz Maryamga Alloh taolo o'z farishtasi Jabroil alayhisalomni odam shaklida yuborib, yoqasidan puflagan edi. Bokira qiz, nikoh ko'rmagan qiz homilador bo'ldi. Bundan ortiq mo'jiza bo'lishi mumkin emas. Dunyo tarixida yagona shu ish bo'ldi. Allohning o'zi joriy qilgan qoidalarni o'zi xohlagan paytda va yerda buzib turadi. Chunki o'zining ishi. Ana Iso alayhissalomning otasiz yolg'iz ayolni o'zidan farishtani puflashi bilan homila shaklida paydo bo'lishini Alloh o'zi yo'lga qo'ydi. Inna masala Isa kamasali Adam Qur'oni Karimda. Isoning misoli odamning misoliga o'xshaydi dedi Alloh taolo. Odam ham tuproqdan bo'lganda mo'jiza. Tuproqdan loy qilib odam otani Alloh taolo yaratib qo'ygan. Ana shu qoidani bir tarafi, ya'niki erkaksiz ayolni o'zidan ham odam paydo bo'lishini Maryam onamiz bilan Iso alayhissalomning misolida ko'rsatgan. Ikkinchi tarafi, yolg'iz bir erkak bor paytida uni qovurg'asidan momo Havvoni yaratib, erkakning o'zidan ham odam yaratib olishini Alloh taolo qudrat sifatida ko'rsatib qo'ygan. Qoidalarda erkak xotin qarib qolsa bola bo'lmaydi. Shu qoidani ham buzib Zakariya, Ibrohim alayhissalomlarga 80, 90, 100 yoshlarida bola bergan. Qari kampirlar, tug'mas kampirlarga Alloh taolo salohiyatli qilib bola bergan. Bular hammasi mo'jiza. Ayniqsa Iso alayhissalomning bokira qizlarning homila bo'lib tug'ilishlari buyuk bir mo'jiza. Ana shu moddaparast ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlagandan boshqaga ishonmaydilarga Allohning bir borligiga, barcha narsalarga qodirligiga yorqin dalil mo'jiza bo'ladi. Mo'jizalardan yana biri Bibi Maryam homilador holida chetga chiqib odamlardan bekinib yurganda to'lg'oq tutida xurmoni shoxiga osilib turib farzandlarini tug'dilar. Shunda Qur'onda aytadiki, uni ostidan Robbing senga ariqni oqizib qo'ydi. Xurmoni shoxini silkitgin, ho'l xurmolar, mevalar tushadi deb nido qilindi deyiladi. Nido qilinibdi. Xo'p, nidoni kim qildi? degan masalada ulamolarimiz, tafsirchilarimiz ikki xil gap aytishadi. Nidoni farishtalar qildi. Ya'ni yangi bola ko'rgan Maryamga, ey Maryam, Robbing senga suvda tagindan ariq oqizib qo'ydi. Xurmoni silkitgan, senga meva tushadi, shundan yeysan. Yangi tuqqan xotinga xurmoni mevasi juda yoqadi degan ma'no. Farishtalar shu nidoni qildi deydi. Lekin ko'pchilik ulamolar aytadiki, yo'q, farishtalar qilgani yo'q. Tug'ilgan bola qildi. Iso qildi. Endi onasidan tug'ilgan bola qildi. Agar shu bo'lmasa mo'jizaligi qolmaydi. Farishtalar doim nido qilib yurgan, boshqa yerlarda ham. Bunda shu o'zi tuqqan bola onasiga gapiryapti. Ona, demak, xurmoni silkitgan, meva tushadi, yeysan, bu yoqda suv oqib turibdi. Ana bu ham bir katta mo'jiza. Undan keyin
Bibi Maryam bundan ko'ra o'lganim yaxshi emasmidi man? Menga bir erkak tegmagan bo'lsa, o'zim buzuq bo'lmagan bo'lsam, endi bu bolani ko'tarib qayoqqa boraman? Deganda Alloh o'zi yana yo'l ko'rsatdi. Hech xijolat bo'lma, bolani ko'tarib qavmingga bor. Birov senga gapirsa, men gapirmaslikka qasqiga men hozir gapirmayman deb ishora bilan ko'rsatganda, savol so'rasa bolani ko'rsatib, bola gapiradi deganda. Boruvdilar, qavm haqiqatan bo'xtonni yog'dirishni boshladi. Hoy, sen qanaqa qilsan? Otang yomon odam emas edi-yu, onang buzuq emas edi-yu, sen nima qilib qo'yding? Undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi deyishuvdi. Bibi Maryam men gapirmayman deb ishora bilan gapirmasligini aytdi. Bu qayerdan keldi, nima dedi? O'zidan so'raylar dedi, ishora qilib. Qavm aytdiki, bu beshikda yotgan boladan nimani so'raymiz biz? Deganda, ya'ni beshikda yotgan Isa alayhissalom gapirishni boshladi. Inni Abdulloh dedi. Men Allohning bandasiman dedi. Ana shu mo'jiza. Gapirishi, beshikda yotgan yangi tug'ilgan bolani gapirishi mo'jiza, bir mo'jiza. Endi gapining ma'nosi ming mo'jiza. Men Allohning bandasiman deyapti. Chunki keyinroq Isoga ishonganlar bu Alloh deydi. Iso Xudo deydi. Shunga oldindan raddiyani berib qo'yapti. Men Allohning bandasiman. Alloh meni yaratdi. Menga kitob beradi. Meni nabiy qiladi. Ya'ni kelajakni gapini aytyapti. Onamga mehribon qiladi. Men jabbor bo'lmayman. Demak, onasiga mehribon bo'ladigan zot Xudo bo'lmaydi, chunki onadan tug'ilmaydi Xudo. Ya'ni Iso alayhissalomni mo'jiza shaklida beshikda turib, o'zining qavmi bilan tortishishlarining har bir so'zi mo'jiza. Har bir so'zida banda ekanligi, payg'ambar ekanligi, odam ekanligi, Xudo emasligi, Xudoning o'g'li ham emasligi, uchtaning bittasi ham emasligini har bir so'zida, gapida anglatib, yangratib, hammaning ko'zini ochib turibdilar. Ana o'sha shaklda Isa alayhissalomni tug'ilishlari-yu, qavmlarga qo'shilishlari-yu, boshqa har bir narsalari buyuk bir mo'jizaga aylantirildi. Ana o kishi qavmning ichida o'sib 30 yoshga kirganlarida Alloh tanlab olib nabiy qildi, payg'ambar qilib, endi o'sha payg'ambarlik ishini yuritishga taklif qildi. O'shaning ichida demak loydan Isa alayhissalom qushni suratini yashab turib, ichiga bir puflasa qush bo'lib uchib ketadigan bo'ldi. Mo'jiza. Endi bu nabiy bo'lganlaridan keyin, payg'ambar bo'lganlaridan keyin u kishiga Alloh taolo bergan mo'jiza. Loydan qushni shaklini yasaydilar. To'liq yasab bo'lgandan keyin ichiga o'zlari puf desa qushga jon kiradi, qanot qoqib uchib ketadi. Endi shu men loydan qush yasayman, ichiga puflasam uchib ketadi demaydilar. İchiga puflasam Allohning izni bilan uchib ketadi deydilar. Ya'ni har bir qiladigan ishida Allohning izni degan gap bor. Ya'ni meni ishim emas bu. Boshqa payg'ambarlarni mo'jizalarida bu gap yo'q. Isa alayhissalomnikini har birida bor. Bu ham Qur'onning mo'jizasi. Agar biiznillah degan gap bo'lmasa, men loydan qush yashayman, so'ngra ichiga puflasam uchib ketadi desa, mana Xudoda loyni uchirib yubordi-yu deydi haligi adashganlar. Ana shuni oldini olib, oldindan Allohning ruxsati bilan, izni bilan, yo'l berishi bilan degan so'zni har bir ishga qo'yardilar. Pesni
onadan ko'r tug'ilganni davolayman Allohning izni bilan. Bu ham demak Allohning izniga bog'lab aytilyapti. O'likni tiriltiraman Allohning izni bilan. Demak, har bir berilgan mo'jizani Isa alayhissalom Allohning izni bilan qilyaptilar va shuni Allohning izni bilan ekanini qavmga e'lon qilyaptilar. Sababi bir kuni kelib bu o'likni tiriltirib yuborgan Xudoda deyishmasin bular. Bu tuzalmaydigan kasalni tuzatib yuborgan Xudo uchun qilgan buni deyishmasin. Buni bu qilishi bizga o'xshagan kalta fahmlarni Allohning yo'liga chaqirish uchun, Alloh bergan mo'jiza edi deb tushunishlari uchun har birini Allohning izniga bog'lab, ana Isa alayhissalom mo'jizalarni xalqqa ko'rsatdilar. Ana u mo'jizalarni ko'rib Alloh ko'ngliga solganlar hidoyatga tushib Isa alayhissalomga ergashdilar. Alloh subhanahu va taolo Isa alayhissalomni Tavrotga amal qilishga buyurish bilan birga o'zlariga Tavrotni to'ldirish uchun Injilni ham berdi. Isa alayhissalom Bani Isroilga yuborilganlar, Tavrotga amal qilish taklifi u kishining zimmasiga yuklangan va uni to'ldirish uchun Injilni Alloh taolo u kishiga kitob shaklida tushirganlar. Biz ko'pchiligimiz Isa alayhissalomga Injil tushgan deb faqat Injilga chaqirganlar, Injilga amal qilganlar degan tushunchada qolamiz. Yo'q, aslida unaqa emas. Tavrotga amal qilish, Injil bilan uni to'ldirish ma'nosi bor. Ana Isa alayhissalom ana shu ma'noda nabiylikni qildilar, harakatlarini yuritdilar. O'zlarini tilidan Qur'onda kelgan oyatlarda aytiladiki, "Men o'zimdan oldingilarni tasdiqlash uchun kelganman va o'zimdan keyingi Ahmad ismli nabiyni bashoratini berish uchun kelganman" deydi. Ahmad degani Muhammad alayhissalomning nomlaridan bir nom. Ya'ni Injilda Isa alayhissalomning o'zlaridan sabit bo'lgan haqiqat shuki, Isa alayhissalom o'tib ketganlaridan keyin bir muddat o'tib Ahmad ismli, Muhammad ismli nabiy keladilar, u kishi nabiylik qiladilar va dunyoni zalolatdan chiqaradilar. Mana shu ma'no Injilda bor, boshqa demak Masihiy dinining ta'limotlarida bor. Lekin ular bu narsani berkitishadi, odamlarga aytishmaydi. Mana bu turibdi-yu desa, yo'q, bu odam emas, boshqani aytayapti deyishadi. Boshqani aytayapti deyishadi, odamlarini aldashadi. Lekin haqiqatini bilib yetgan Nasroniy dinining katta olimlari qadimdan shu odam demak Rasululloh ekanliklarini doimo aytishib kelgan. Ularning dilida Ahmadni Farqalit deydi ekan. Bugungi kunda ulamolari ham tortishgan. Shunda ana shu Injilni tilini dunyodagi eng mashhur biluvchilaridan doktor Nilu degan odam bilan musulmon ulamolar bahs qilishgan. Shunda mana shu oyat bor ekan, mendan keyin Farqalit keladi debdi Isa. Farqalit kim desa, ruhoniylar palonchi deyishadi. Sizdan men ruhoniydan emas, sizdan so'rayapman. Siz olim odamsiz. Shu Injilning tilini bilib dunyoga tanilgansiz. Shu o'zingizni bilimingiz arsida to'g'risini ayting axir desa, Ahmad degani. Ha bo'pti-da, shuni nimaga yashirasizlar? Ana hozir hech bir shubha qolmadi. Ana shu Masihiy dinida yurib,
rohib bo'lib, ularning ruhoniysi bo'lib yurib mana shu narsalarni o'rganib turib, keyin musulmon bo'lganlar bor. Ana o'sha odamlar o'zlari demak kitoblar chiqarishida jumladan Muhammad va Bibli degan kitob chiqdi. Injilda Muhammad degan. Shuni yozgan mana bu rus pravoslav cherkovida 16 yil rohiblik qilgan Ali Palosin musulmon bo'lgandan keyin ruschalashtirib o'sha kitobni chiqardi. Boshidan oyog'i Isa alayhissalom, Muhammad alayhissalomning o'zlaridan keyin kelishini Injilda, boshqa yerlarda aytilganini yorqin bir namoyish qilib aytib o'tiladi. Mana bu ham Isa alayhissalomning mo'jizalaridir. Kelajakda bo'ladigan, butun dunyoga nabiy bo'ladigan zotni sifatlarini, ismlarini, axborotlarini aytib ketishlari. Mana shu demak haqiqatlar Isa alayhissalomni to'g'risidagi Qur'oni Karimda kelgan oyatlarning ba'zi birlarini demak ma'nolari bo'ladi. Qolganini inshaalloh ertaga oxiriga yetkazamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloning ulul azm nabiylaridan bo'lmish Isa alayhissalom 30 yoshlarida nabiy bo'lganlaridan keyin o'z qavmlarini nobokorlikdan qaytib Allohga iymon keltirish, Allohning aytganida yurish, qaytarganidan qaytishga jon jahdlari bilan da'vat qildilar, harakatda bo'ldilar. Lekin nobokor qavmdan u zotga quloq osadigani, u zotni hidoyatiga ergashadigani nihoyatda kam bo'ldi. Juda ko'p urindilar. So'ngra o'tgan suhbatlarda aytib o'tilgandek qator mo'jizalarni ko'rsatdilar. O'zlarini tug'ilishlari mo'jiza, onalariga tavsiya qilishlari mo'jiza, qavmlariga beshikda yotgan hollarida kimliklarini bayon qilib nabiy bo'lishlari, Injil kelishi, boshqalarni gapirib berishlari mo'jiza. Mo'jizani mo'jiza ustiga bo'lishiga qaramasdan, yana loydan qush suratini yasab puflasalar qush bo'lib uchib ketishini ko'rsatsalar, pes kasalini bir pasda tuzatishni ko'rsatsalar, onadan ko'r bo'lib tug'ilganlarni ko'zini ochishni ko'rsatsalar, o'liklarni tiriltirsalar, odamlar uyidan nima ovqat yeyotganini, nimani saqlab qo'yganini ham aytib berishlariga qaramasdan yana kufrlarida mahkam turdilar. Allohning aytganiga yurishga ko'nmadilar. Shunda Alloh Qur'onda aytadiki, shu holatdan keyin nima bo'lganini. Auzubillahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Falamma ahassal Isa minhumul kufra qala man ansari ilalloh. Isa deydi Alloh taolo, ulardan kufrni his etganida, endi bular kofir bo'lib qolar ekan, iymonga kelishlaridan umid uzildi, men his qildim deganida man ansori ilalloh dedi. Menga Alloh uchun yordam beradigan kim bor dedi. Kim bor? Alloh uchun menga yordam beradigan, menga yaqin keladigan kim bor? Dedi qalal havariyuna nahnu ansarulloh. Havariylar chiqib biz dedi. Biz Allohning ishiga nusrat beruvchi odamlarmiz deb ajralib chiqishdi. Ya'niki haligi nobakor qavmning ichidan,
kufrga bo'g'zigacha botgan qavmni ichidan Isa alayhissalomni chaqirig'iga javob berib, o'zining iymonlik, e'tiqodlik ekanligi, Allohning nabiysi Isa alayhissalomga yordamchi bo'lib Allohning ishini yurg'izishga tayyor ekanliklarini e'lon qilib, bir guruh odamlar chiqdilar. Bularni Qur'oni Karim havoriylar deyapti. Havoriy degani ishonchlik, ixloslik, ajrab chiqqan, o'zini butunlay bir ishga bag'ishlagan kishilar deyiladi. Ana o'shalarning ichidan bir guruhlar ajrab chiqib, o'zlarini Allohning ishiga nusrat berishlari, Allohga iymon keltirganlari, nabiyga ishonib orqasidan yurganlarini e'lon qilishdi. Haligilar bilan Isa alayhissalom xursand bo'lib, yana birgalikda ishlarini davom etib yuruvdilar. Haligi tanlangan, saralangan, ixloslik, iymon, e'tiqodlik odamlardan ham yangi gap chiqib qoldi. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Haligi havoriylar, ishonchli kishilar, ixlosli kishilar, sadoqatli kishilar, ajrab chiqqan, saralangan odamlar aytdiki, "Hay Isa ibn Maryam, sani Robbing bizga osmondan bir tuzatilgan dasturxon tushira oladimi?" dedi. Gapni qarang. O'zini nabiysiga, hidoyatchisiga, oxiratda shafoatchisiga "Oy Isa ibn Maryam" deyishyapti. Holbuki Rasulullohning sahobalari birortasi u zotning nomlarini aytishmagan. Ya Nabiyulloh, ya Rasululloh, bi abi anta va ummi, ota-onam sizga fido bo'lsin degan gaplarni aytishgan. Haligi sinalgani, iymonga kelgani, maqtarganini gapi bu. "Ey Isa ibn Maryam" deb xuddi og'aynisiga gapirgandek gapni gapirishyapti. Gapni bu yog'ini qaranglar. Sani Robbing bizga osmondan tuzatilgan dasturxon tushirib bera oladimi? Qo'lidan keladimi shu deyapti. Bu beodoblikni qaranglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari necha ming bo'lsalar, 100 mingdan ortiq sahobiy bo'lgan bo'lsa, birortasi iymondan keyin Rasulullohdan mo'jiza so'ramagan. Bular iymon keltirib, biz ajrab chiqdik, xolismiz deb turib, yana ishonmasdan mo'jiza nima tushirib bera oladimi? Tushirib bersin emas, tushirish qo'lidan keladimi deyishyapti. Shunda Isa alayhissalom tezda aytdilar, "Fattaqulloha in kuntum mu'minin." Mo'min bo'lsanglar Xudodan qo'rqinglar, ular gapni gapirmanglar. Shunda haligilar aytdiki, "Nuridu an na'kula minha." O'sha dasturxondan yemoqchimiz taomlaridan. Va tatma'inna qulubuna. Qalbimiz ham bir orom topsin. Va na'lamu an qad sadaqtana. Sen bizga rost gapirganingni ham bir-biri qo'yishimiz kerak deyapti. Ya'ni gaping rostmikin, yolg'onmikin, shu dasturxon tushsa keyin bilamiz deyapti. Mana shu darajada holat bo'ldi. Shunday bo'lsa ham Isa alayhissalom duo qildilar. Allohumma robbana anzil alayna ma'idatan minas sama litakuna 'idan li awwalina va akhirina va ayatan minka. Allohim, ey Robbimiz, bizni ustimizdan bir tuzatilgan dasturxonni nozil aylagin. Ya'ni oziq-ovqat tayyor, hamma yo'q tayyor qilib qo'ygan dasturxonni tushirgin. Mana shu bizni avvalimizga ham, oxirimizga ham bir bayram bo'lsin. Sani o'zingni mo'jizang bo'lsin deb duo qildilar. Ana shunda Alloh aytdiki, bo'pti. Men uni tushirguvchiman. Lekin bilib qo'yinglar. Shundan keyin kufr keltirgan bo'ladigan bo'lsa, men uni hech kimni azoblamagan azobga duchor qilaman. Mana shunday demak holat yuzaga keldi. Nihoyatda og'ir bir
holat bo'ldi. Isa alayhissalomga buni ustiga o'sha vaqtni yahudiylari qattiq dushmanlik qilar, qayerga borsalar qarshi chiqar, fitna uyushtirishar edi. U zot bir yerda tura olmasdilar o'shalarning fitnasidan. Onalari Bibi Maryam bilan hali u yerga ko'chib, hali bu yerga qochib, hali u yerga bekinib, o'sha da'vatlarini qochib yurib qilardilar. Oxiri bo'lmay haligi dushmanlar Damashqni bir yomon zolim podshosi bor edi. Shu podshoga borib chaqimchilik qilishdi. Qudus tarafda bir odam chiqdi. O'zini nabiyman yoki xudoman deb da'vo qilyapti. Odamlarni yo'ldan uryapti. Sani ham tayinga suv quymoqchi. Nima desa deyishib, haligi podshohni, zolimni achchig'ini chiqarishdi. Keyin u podshoh o'zini Qudusi sharifdagi valisiga xabar yubordi. Ana shu buzg'unchilik qilib yurgan odamni ushab, osiylarda boshini ustiga tikonni sanchib qo'ydilar, tikonni degan buyruqni berdi. Haligi vali endi buyruqni bajarishga harakat qiluvdi. Yahudiylar hammasi unga askar bo'lib qo'shilishdi. Isa alayhissalomni topib, o'ldirib, xochga osib, boshlariga tikonni sanchib qo'yishni rejasi bilan quvlashni boshlashdi. Jumadan shanbaga o'tar kechasi qorong'u paytda Isa alayhissalom o'zini oz sonli havoriylari bilan qolgandilar. Bu voqealar qorong'ida, to'stapolonda bo'lganligi uchun noaniqliklar juda ham ko'p. O'sha Isa alayhissalom bilan birga qolgan odamlarni ba'zilar 12 kishi deydi, ba'zilar 13 kishi deydi, ba'zilar 17 kishi deydi. Necha kishi bo'lsa bo'lsin bir uyga kirib bekinishdi. Qorong'ida turishibdi. Haligilar g'ala-g'ovur qilib kelishyapti, izlashyapti, u yer bu yerni qilyapti, qochishni iloji qolmadi. Shunda Isa alayhissalom aytdilarki, kim meni tusimga kiradi dedi. Bir yosh yigit o'sha qavmimizdan eng yoshi men deb oldinga chiqdi. Qarab turib, bu bola yosh ekan dedilar, sen bu yoqda turib deb turib, kim meni tusimga kirishni istaydi dedilar. Hamma jim turuvdi, haligi yosh yigit yana chiqdi. Yana qaytardilar. 3-marta ham shunday bo'lgandan keyin yana o'sha yigit chiqdi, o'sha sensan dedilar. O'sha sensan, ya'ni meni tusimga sen kirasan dedilar. Va unga va'dalarni aytdilar. Shunda haligi nobakorlar bostirib, eshiklarni bostirib kirayotganlarida, yaqin qolganlarida Isa alayhissalomni mudroq bosdi. Mudroq bosgandan keyin mo'ridan Alloh taolo u zotni qutqarib o'ziga ko'tarib oldida, haligi kirgan yahudiylar Isa alayhissalomni tuslariga kirib turgan yosh yigitni o'ldirishdi. O'ldirishib ko'tarib olib chiqib, xochga osishdida boshiga tikonni qo'yishib qo'ydi. Keyin hammaga e'lon qilishdi. Biz Isoni o'ldirdik deyishdi. Ana shu demak bo'lgan hodisa shu. Hodisa haligi aytgandek qorong'ida to'stapolonning ichida bo'lgan, har kim o'zini aytganini aytaveradi, lekin haqiqat Qur'onniki. Qur'on haqni aytgan. U nobakorlarning qo'li Isa alayhissalomga tegmagan. Alloh taolo o'ziga ko'tarib olgan, bu Qur'onda aytgan. "Ama qataluhu va ma salabuhu walakinalloha", ya'ni ularni u o'ldirgani ham yo'q, o'ldirishgani ham yo'q Isoni, osishgani ham yo'q, balki Alloh o'zi uni o'ziga ko'tarib oldi degan. Endi mana shu holatda yahudiylar da'vo qilishadiki, biz Isoni tutib o'ldirdik, olib chiqib xochga osdik, boshiga tikonni qo'ydik, boshqa gap yo'q, tamom. Masihiylar aytadiki, Iso o'lgan, ko'milgan, ammo 2 kundan keyin qayta tirilgan. Yana bir turbi boshqa gapni aytadi. Uchinchisi, mana hammasi o'lgan, qayta tirilgan. Ya'ni odamlarni gunohini o'ziga olish uchun o'zini fido qilib o'ldi. Yana qayta tirildi. Xudomiz deydi.
o'lib tirilsa xudo bo'ladimi? E'tiqodlari shu. Lekin bizni e'tiqodimiz bo'yicha Iso alayhisalom o'lganlari yo'q. Alloh taolo u zotni o'ziga ko'tarib olgan. Endi Rasul akram alayhisolatu vassalomdan ko'p hadislar rivoyat qilingan. Hadislarda Me'rojga chiqqanlarida Iso alayhisalomni ko'rganlarini, tushlarida ko'rganlarini aytadilar. O'rta boy odam, qizg'ich oq rangda, sochlari mayin deb, ozg'in deb Iso alayhisalomning hamma sifatlarini Rasululloh turli nimalarda, hadislarda aytib berganlar. Xo'p, Alloh taolo Iso alayhisalomni innahu la'ilmun lis-sa'a degan. Ya'ni Iso qiyomat kunining belgisidir. Ya'niki qiyomat kunida Iso alayhisalom qayta tushadilar, xochni sindiradilar, cho'chqani o'ldiradilar va yer yuzida adolat o'rnatadilar. Islom shariati bilan ish olib boradilar. Mana shu haqiqat, bor haqiqat. Qolgani hammasi taxmin, yolg'on, o'zicha to'qilgan narsalardan iborat bo'ladi. Hatto Injillar, 4 ta Injil bor, qabul qilingani. Qabul qilmaganini nechta bo'lsa bor. Shularda ham Iso alayhisalomning nasablari ham 2 xil. Ularning gaplari sal hasboslab gapirsa ham tagini qaraydigan bo'lsa, Iso Maryam bilan Yusufun Najjor deganni zinosidan paydo bo'lgan bola deyishadi. Ba'zilari yo'q, endi u zina bo'lmagani shu otani o'rnida yurgan deydi. Ishqilib shu nima bor? Ana shu e'tiqod bilan gapirgan gaplarida ham o'sha Yusufun Najjorga bo'ladigan nasabda 2 ta Injilda 2 xil odamlar kelgan. Ya'niki hammasi taxmin, noto'g'ri, asli yo'q gaplar. Injillar ham shundan iborat. Iso alayhisalom davrlarida Injil bo'lmagan, u kishidan keyingilarning davrida ham bo'lmagan. O qancha yillar o'tib, o'sha hozir Injilning nomi bilan aytilgan Yuhanna, Palabiston 4 ta odam o'tirib olib Injil yozgan o'zlari uyida. Bizga o'sha tepadan ilhom bo'ldi, shuni yozdik. Yozsa bo'lar ekanni boshqalari ham yozavergan. Keyin 300-400 shuni atrofida Injil bo'lib ketgan. Bo'lib ketgandan keyin Konstantinopolning podshosi, Rim imperiyasining podshosi xristianlikni qabul qilganda qarasa haligi holat. Keyin hamma o'sha ruhoniylarni, patriarxlarni to'plab bir katta xonaga qamaganda, shundan to'g'ri Injilni topmasang chiqishmaysan degan. Ular talashib tortishib 4 ta Injilni mana shu to'g'ri deb tan olishgan. Qolgan 300 palonchasini yo'qotishga qaror qilgan. Keyin u Konstantin degan podsho ham mayli 4 ta bo'lsa 4 ta deb shu 4 tani qoldirishgan. Mana shunaqa demak almoyi aljoyi ishlar bo'lgan. Ana bu haqiqat faqat Qur'onning haqiqati. Iso alayhisalom Alloh emas, Allohning o'g'li ham emas, uchlikni biri ham emas. O'zlari Qur'onda aytgandek Allohning bandasi, nabiysi, kitob tushgan payg'ambari, onasiga yaxshilik qiluvchi muxlis farzand va ila oxiri. Mana shularga biz ishonamiz. Mana shu haqiqatlar ochiq oydin turishiga qaramasdan hozir bizi xalqimizni farzandlaridan birlari shularga iymon keltirib, masihiy bo'lib, kallasi aylanib cherkovga cho'qinish yuribdi. Bo'lgan bo'lmagan deydiyolarni aytishadi. Alloh o'zi saqlasin bunaqa narsadan. Mana nabiylarning qissalari Qur'oni Karim asosida, Rasul akram alayhisolatu vassalomning sunnatlari, hadislari asosida eng pok
nabiylarga Alloh bergan martabani o'zlariga qaytarib bergan qissalar hisoblanadi. Haqiqat mana shunday bo'ladi. Mana bu narsalarni demak biz mo'min musulmon kishilar sifatida Qur'onda kelgan haqiqat, sahih sunnatda kelgan haqiqat sifatida bilmog'imiz kerak. Chunki bu payg'ambarlarning hammasiga iymon keltirishimiz bor. Bizi iymonimizning ajralmas bir qismi. Agar biz Muhammad alayhisalomga iymon keltirsak, Qur'oni Karimga iymon keltirsak, la ilaha illallohni aytsak, namoz o'qib, roza tutib, haj qilib, zakot bersak, u Iso payg'ambar emas desak, musulmonligimiz qolmaydi. Qur'ondagi haqiqatni inkor qilgan bo'lamiz. O'sha 24 payg'ambardan qay birini payg'ambar emas degan odam tamom musulmonligi qolmaydi. Bu esa islom dinini bag'ri kengligidan, insoniyatni barcha yaxshilarini merosxo'ri ekanligidan. Islom dini Allohning barcha dinlarini samarasini to'plagan olamshumul din ekanligi. Nabi Muhammad sallallohu alayhi va sallam anbiyolarning durri ekanliklari. Qur'on o'zidan oldingi barcha ilohiy kitoblarni ma'nolarini, haqiqatini o'ziga jamlagan Allohning oxirgi mukammal qiyomat qoyim bo'lguncha boqiy qoluvchi mo'jiz kitobi ekanligini dalilidir. Islom ummati barcha ilohiy kitoblar, nabiylarga ega bo'lgan ummatlarning merosxo'ri ekani, ularni davomchisi ekani, ularni hammasini e'tirof etishi, bag'ri kengligi, ularni hammasini birodarimiz, nabiyimiz deyishi. Mana shu 24 ta nabiy, Maryam ona, boshqalar hammasi keldi. Farzandlarimiz nomlari bor. Iso degan bolalarimiz ko'p, Musa degan bolalarimiz ko'p, Harun degani bor, Ibrohim, Ismoillar hamma yo'qda. Qizlarimizga Maryam degan ismlarni boshqalarini qo'yamiz. Hammasi shu bag'ri kenglikdan. O'shalarni bir qismi ekanligimizni bildiradigan holatdan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo o'z nabiylari haqidagi qissalarni demak o'rganganimiz uchun ajrimizni, savobimizni ko'paytirib bersin. Ana shu qissalardan ibrat olib, yaxshi bir holatda demak iymon keltirgan holimizda Alloh subhanahu va taologa qurbat hosil qilib, u zotni rozi qilib yurishimizni o'zi ta'minlagan bo'lsin.